G'aroyib. Bu haqiqiy mo'jiza. Tabiatning kutilmagan hodisasi. Kuchqo'y, sen ajab tovursan. Kim? G'ayrioddiy salohiyat egasisan. Ishonaver. Kuchqo'y, men seni hamma yerdan qidirib yuribman. Balki borib arg'imchoq ucharmiz. A? Ilojim yo'q. Nimaga? So'rama, baribir tushunmaysan. Bizni abjad yo'q-e? Ajabto, xullas g'ayrioddiy salohiyat egalarini tushunish qiyin. Chunki biz umuman boshqachamiz. Doim shunaqa. Dunyoni qutqaraman deganingda hech kim buzg'unchilik qilmaydi. Xo'sh, bu yerda qanday hodisa sodir bo'ldi? Daraxt qulabdi. Kecha tunda chaqmoqning ishi. Tushunarli. Qani? Chetga qochinglar. Ana bo'ldi. Qo'yili. Kuchqo'y, rahmat. Nega qochib ketyapsizlar? Oxir sizlarga yordam berdim-ku. Biz sal keyinroq kelarmiz. Quvvating tugaganda. Maymoqvoy. Nima bo'ldi? O'zim shunchaki agar biror nima kerak bo'lsa, uyalmasdan olaver, xohlatarmiz. Menga hech narsa kerak emas. Faqat iltimos qilaman, o'zingni bos, iltimos qilaman. Mendan nega qochasizlar? O'g'voy, nima kiyib olding? Maxsus kiyim elektrni o'tkazmaydi. O'zingni yengil his qilishing mumkin. Kiraver. Mana, senga ham shunaqasini tikib qo'ydim. Nima endi? Bir umr shuni kiyib yuramanmi? Yo'q, faqat tashqariga chiqqanda yoki biron mehmon kelganida bir o'zing qolganingda kiymasang ham bo'laveradi. Menga hech qanday kiyimni keragi yo'q. Hech kimni menga keragi yo'q. Agar g'ayrioddiy salohiyating bo'lsa, atrofingda muxlislar ko'p bo'ladi deb o'ylagandim. Endi bilsam buni aksi ekan. Buni ustiga qandaydir maxsus kiyim kiyishim kerak ekan. Undan ko'ra tikishni o'rgansam bo'lardi. Bu men, Qo'zivoy. Uzr, taklifsiz keldim. Mana. Qanday ajoyib. Voy, kechirasan. Bechora. Lat yedingmi? Yo'q, hammasi joyida. Hatto yana ham yoqimli.